Daryo toshqin suvlar to'lqin. Voy, mamara endi o'g'lim. Oxiri ham ishadimmi? Sen ekanlar meni devorimni rasvo qilyap turgan. Hozir seni mana shu ariqqa tashlayman deb bolani qo'rqitishak emas qadrdonlar. Bu mo'yishi bo'ladi. Mana shunaqangi jaydari bolalar kelib devoringizni mana shunday rasvo qiladigan bo'lsa, ariqdan oqib turgan suvni olasiz. Mana shunday qilib agar bit uradigan bo'lsa, top toza bo'ladi. Hozir Farg'onaning Rishtonidan ustakalarimiz zo'r qilib gipki kamay qilib beryapti. Akalarimiz bahor oyiga aksiya qilishib qo'yibdi. Bir oy 90 ming bo'lyap turgan narsani 85 ming qilib qo'yibdi. Usta haqqi dastavkasi kelagi lakki hamma yo'q ichida vodiyga 85 ming so'mdan Toshkent vohaga kelishiladi. Travertin qilgan akalar, travertin qilgan akalarimiz, devoringiz agar yorilgan bo'lsa, nima bo'lgan bo'lsa, qaranglar, mana bu gipki kamenda yorilmas ekan. Travertingizga mana chiziqlar tushgan, ranglari o'chgan, lekin mana bu gipki kamenda treshinani oldini olar ekan. Eng zo'ridan bo'ladi. Lakki, kelagi, gruntovkasi usta haqqi hamma yo'q ichida. Devori shunaqa chiroyli bo'lishini xohlaysizmi? 85 ming so'mga. Mo'yishi bo'ladi, karcherda urib bemalol yuvsangiz bo'ladigandan bo'ladi. Pastda nomer qoldiraman, aloqaga chiqib bemalol zakaz beraversa. Jaydari bolalarni quloqidan tortib so'kish shart emas. Uyimni suvog'ini cho'tki qilib qilgizdirib qo'ydim. Endi fasadimga nima qilsam bo'ladi? Travertin qilaymi yoki mramirni kroshka qilaymi yoki fasadni plitka qilaymi degan akalarimiz uchun Gipki Kami mahsulotlarimizni tavsiya qilamiz. Gipki Kami mahsulotlari o'tda yonmaydi, suvni namni o'ziga olmaydi. Bemalol 15 yil garantiyasi bor. Mo'yka qilib yursangiz bo'ladi. Hozir sizlarni ichkaridagi ob'yomimiz bilan tanishtirib o'tamiz. Gipki Kami mahsulotimizni 1 kvadrat metrini 95 ming so'mdan qilib berganmiz. Hamma narsasi o'zini ichida 95 ming so'mdan, faqat uyli egasi mana bunday lesa olib beradi. Bo'ldi shu xolos. Ovqat hozir yotishga joy qilib beradi. Xo'sh, kimga shunday mahsulotlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Chiroyli narxlarda, cho'tki narxlarda qilib beramiz. Xudo xolasa 15-20 yil bizda qilgan xizmatlarimizni duo qilib eslab yurasizlar. Boshla. Mana zakaz bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Firma xaridlarimizni arzongilarni chiqarib beramiz. Xalqqa xizmat qilamiz. Telefonlarda hojizlarimiz mana degan narsani zo'r. Aloqaga chiqaverasizlar. Sarqalg'ondagi bo'layotgan ishimiz xudo xolosa mana nihoyat bitdi. Baho berib qo'yasizlar. Ana va'dali ishimiz xolos tugatdi.
Assalomu alaykum, hurmatli guruhimiz a'zolari. Mana namunadagi uyimiz chiroyli bitdi. Bitgan holati maloshni fasonda ishlandi. So'killari esa qora. Ichki taraflar sal kech bo'lsa-da video syomka qilishga ulguraylik deb shoshib keldik. Ustakalarimiz tugatgan. O, svet bor ekan. Mana azlar. Qiziqqanlar bo'lsa. Bo'ma videoga katta 300dan ko'p balandda. Bugun kvadratimiz. Mana azlar akamiz chiroyli qilib uy solgan, mana shu chiroyli qilib berdik. Juda hammasi o'ziga mos, juda chiroyli fasonda yaratilgan. So'kili o'ziga mos, atko'slar ham tega fasonda bo'ldi. Qiziqqanlar bo'lsa. Sakkizinchi o'rin Massayi sheri. Bu sher faqatgina Afrikaning janubiy, balki sharq hududlari ham uning uyi hisoblanadi. Uning ko'p turlari asosan Mozambik, Efiopiya va Keniya hududlarida uchratish mumkin. Lekin uni boshqalardan ajratgan jihati bular emas.